O'sha mashhur 85 yoshli yapon otaxon bilan bugun ham ajoyib mavzuda suhbatlashamiz. Satosan, vasvasaga tushib qolgan odamlar haqida gapirdingiz. Shu haqida yana aytib bering. Bilasanmi, bugungi insoniyat nega charchagan? Nega xotirjamlik yo'q? Chunki odamzod hayot bilan emas, o'zi o'ylab topgan mezonlar bilan kurashyapti. Kimdandir o'zib ketish, kimgadir o'zini ko'rsatish uchun harakat qilyapti. Mana shu kapitalizmning eng yomon illatlaridan biri. Bir paytlar boshpana bo'lishi baxt edi. Endi esa uy boshqalarnikidan zo'r bo'lishi kerak. Bir paytlar bilim olish maqsad edi. Endi esa kimdandir zo'r universitet, kimnikidandir zo'r diplom kerak. Yaxshi yashab yuribsan, hamma narsang bor, ammo bundan ham zo'r bo'lish kerak degan kemtiklik bilan yashab yuraverasan. Bu xuddi yaxshi ovqatlanish ustida boshqa bir ovqatni o'ylab turishdek gap. Natijada hozir yeyotgan ovqatingni mazasini ham his qila olmaysan. Odamlar ham hozirgi his qilinishi kerak bo'lgan baxtini his qilmasdan mukammallikni quvib yuribdi. Mukammallik